Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Bu demak qirqigan mana gulimizni novdasini 3 yoki 4 barg qoldirib qirqamiz va mana bu tikanlaridan ozod etamiz. Tikanlarini olib tashlaymiz. Yumsa tikanlar qo'lga ishlayotganda qo'lga xalaqit beradi. Mana tikanlarni olib tashlaymiz. Men hammasini tayyorlab bo'lgandan keyin sizga ko'rsataman. Yana shuni aytib qo'ymoqchiman. Qalamchamizni men 3 kurtak bagga qo'yib turib qirqiladi. Men 3tadan qo'yib qirqaman. Qarang, mana oxirgi qismida mana ozgina suyruq qilib qirqamiz. 5 gradusdagi qiyalikda ozgina mashq holatda qirqiladi. Yuqori qismini 2 mm qoldirib tekis qirqamiz. Pastki qismi suyruq qirqiladi. Mana suyruq qirqamiz. Yuqori qismini tekis qirqamiz. Keyin qirqib bo'lganimizdan keyin 2 yoki 3 mana kurtak oldidan uzun yarachalar qilamiz. Mashq holatda qirqigan yerimizgacha yarachalar hosil qilamiz. Yarachalar nimaga hosil qilinadi? Mashida yarachalardan, masalan, mashidan yaracha qilib pastga ozgina tirnaganingizdan keyin mashidan kalios oladi. Bu kalios oq bo'rtmachalar. Shu oq bo'rtmachalar kalios deyiladi. Kaliosdan keyin ildizlar chiqadi. O'shaning uchun mana shunaqa yarachalar qilish shart. Olgan tikanlarimizni o'rni ham baribir ozgina tirnaladi. O'shalardan ham bemalol chiqaveradi. Hozir olib olaylik. Mana shu qalamcha tayyor bo'lgani. Mana yarachalar yaxshi ko'rinmayapti. Ko'ramda qilib qo'yib qo'yay. Mana shu yerda men aytgandaqa mana yarachalar qilinadi. Mana qalamchalarimiz tayyor bo'ldi. Men bittasiga ikkitadan qilib, bitta baquvvat, bitta nozikroq qilib qo'ydim. Ustiga parning qilib, keyin yozib gulli nomi, bugungi chislo, yil nomini yozib qo'yib qo'yamiz. Buni bo'yi aytganimdaqa qirqib olib kelgandan keyin qalamchalarga bo'layotganda tikanlarni olish esdan chiqmasin. Yaxshilab tikanlarini olib, qo'lga xalaqit bermaydigan qilib yuqori qismidan 2 barg qoldiramiz. Yuqori qismidan. Masalan, mana shuni ko'rsatib qo'ya qolay. Mana shu qalamchada ko'rsatib qo'ya qolay. Qarang, mana pastki qismini, demak, 3 yoki 4 olamiz. 1, 2, 3 pastini suyruq qirqamiz, tepasini tekis qirqamiz. Pastki bargini olib tashlaymiz. Yuqori bargidan 2 donadan olib qo'ysak bo'ldi. Nimaga? Chunki mana shu 2 dona bargdan kerakli yorug'likni olib, fotosintez bo'lib turib, keyin pastga ildiziga beradi. Barglari qolganlarini agar ko'p olib qo'yadigan bo'lsak, bu kuchi faqat bargga ketib qoladi. Shuning uchun 2 donadan mana shundan bargdan qoldiramizda, pastki bargini tashlab turib, keyin qalamcha qilamiz. Mashidan o'zi hozir 1, 2, 3 bitta 2ta qalamcha chiqadi mana shu shoxchadan. Bemalol 2ta qalamcha chiqadi. Mana bunisidan baquvvatroqdan ham ko'rsatishim mumkin. Bu plitistay uramatrugur. Bundan ham xuddi shunaqa 3 yoki 4 qo'yamizda. Tikanlarni olib tashlab, bunda o'zi tikan yo'q. Juda ham mana Chaikovskiy juda kam tikani. Past qismida
katta tanasida bor, lekin gullari ichida umuman yo'q hisob. Yo'q, umuman yo'q. Mana bu pastellada ham yo'q tikanlari. Bemalol bargini orqasida ozgina qitiqlaydigani bor xolos. Bemalol ishlasa bo'laveradi. Xuddi shunaqa qilib mana shu holatga keltiramizda, hammasini sayib turib, ustidan parnik qilamiz. Keyin ola salqin yerga qo'yib qo'yamiz, daraxtlar tagiga yoki o'zini atirgulingizni tupun tagiga qo'yib qo'yamiz. 1,5-2 oygacha umuman bezovta qilmaymiz. Men umuman bezovta qilmayman. Chunki baklajkani og'zi ochiq bo'ladi. Bemalol ko'rib nima qilsa bo'ladi. Shuning uchun men bezovta qilmayman. Shu bilan ildiz olib, katta bo'lib, kelgusi 1 yil bo'lganda, keyin 2 litrli tuvalaga olinadi. Bugungi darsimiz tugadi. Salomat bo'ling. Hammalaringizga omad tilayman.